Hurmatli obunachilar, Rishton kalsosi Farg'onaga ketishda o'ng qo'lda birinchi etajimiz arendaga beryapti. Bu joy bilan bu tomonni parkovkaga joy qilib beraman deyishdi akalar. Mana sizlarga zo'r lokatsiya. Biznesmen, tadbirkor akalarimizga shuni videoni jo'natib qo'yinglar. Kirganimizda sraz aytaman 200 kvadrat gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Bu joyda to'g'riga o'zingiz uchun bitta ofischa qilib qo'ysangiz, narigi tomonimizda esa kladovkaga joyimiz mavjud. Bu tomon esa hojatxonasi. Nariyoqqa yurganimizda kuxnyasini ham chiroyli holga olib kelib qo'yishibdi. Biznesmen, tadbirkor akalarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Mana masalan bu joyga tikuvchilik seximi, ishlab chiqarishmi yoki bir akva seximi yoki o'quv markazimi, bilyardxona yoki bir kafe qilib qo'ysangiz ham yarashadi. Mana stollarni chevarapalar uchun отдельно yasatib qo'yishibdi. Buni отдельно sotamiz deyishdi. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldiraman. Bu joyimizni 200 kvadratni $500 deyishdi oyma-oy to'lashga. Agar ko'proq ishlataman desa, yana tushib beraman deyishdi. Bosinglar, mana sizlarga imkoniyat.